Qassobga kalla pochani berib yuborishga shoshilmang. Kalla pochadan haqiqiy turkcha sho'rva tayyorlab, Qurbon hayit bayramini yanada mazaliroq qilamiz. Tozalangan kalla pocha qorin va xohishga ko'ra qo'shimcha til qo'shib, 10 daqiqa qaynatib, sho'rvani hidi bo'lmasligi uchun suvni to'kib bir marta yengilab olamiz. Past olovda 3-4 soat davomida qaynatib pishirib olib, go'shtlarni suzib olamiz. Tilni terisini qaynoq paytida sovuq suvda ajratib olish oson bo'ladi. Go'shtlarning yarmini sho'rva uchun mayda to'rtburchak shaklida to'g'rab olib, qolgan qismini biroz yirikroq qilib to'g'raymiz. Sariyog'da chesnokni birozgina qovurib olib, tomat va ziravorlarni qo'shib aralashtirib, kalla pocha sho'rvasidan quyamiz. Sho'rva bir marta qaynab chiqqandan so'ng to'g'ralgan kalla pocha go'shtlarni qo'shsa, kalla pocha sho'rvasi tayyor. Kalla pochani qolgan yarim qismini lavash ustiga chiroyli qilib taxlab, sho'rva bilan birga tortamiz. Ozgina sarimsoq, quritilgan rayhon va limon suvi bilan ko'ngilni ochadigan bo'lib, yanada mazaliroq bo'ladi. Kalla pochani uvol qilmasdan, erinmasdan tozalab ushbu sho'rvani tayyorlab bersangiz, kattalarning duosiga qolib ketishingiz aniq. Ana o'shanda duolaringizda meni ham eslab o'tishni unutmang.